Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu avtohalokat odamlarni dahshatga soldi. Ma'lum bo'lishicha, voqea Samarqandda ro'y bergan. Kuzatuv kamerasiga tushib qolgan holatdan bilish mumkinki, 3 nafar piyodalar yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tayotgan bo'lgan. Kutilmaganda esa Onix mashinasi ulardan birini urib yuboradi. Katta ehtimol bilan aytish mumkinki, Onix haydovchisi avtomobilni yuqori tezlikda boshqargan. Respublika yo'l harakati xavfsizligi xizmati matbuot kotibining millatga taqdim etgan xabarida ming afsuski, mashina urib yuborgan piyoda vafot etgan. Hozirda holat bo'yicha tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi, deyiladi mas'ulning bizga bildirgan munosabatida. Hurmatli fuqarolar, har doim piyodalar yo'lagidan harakatlaning. Haydovchilar, siz esa tezlikni me'yordan oshirmang. Biz shu o'rinda marhum piyodaning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ushbu voqeaning batafsilroq tafsilotiga to'xtalishga harakat qilamiz.